Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Agarda sizni $10,000 pulingiz bo'lsa va siz uni investitsiya qilib yo'qotmasdan ko'paytirishni xohlasangiz. Ko'pchilik pulini noto'g'ri joyga tikib, uni yoki yo'qotadi yoki bo'lmasam yillar davomida hech qanaqa natijaga erishmaydi. Lekin albatta buni hammasi bilimsizlikdan. Ko'pchilik biznesdan pul topishni biladi, lekin qanaqa qilib shu pulni to'g'ri investitsiya qilib passiv daromad manbasini yaratishni bilmaydi. Bugun sizga men 3 ta konkret investitsiya instrumentini beraman va bu instrumentlar orqali siz yillar mobaynida o'zingizni kapitalingizni ko'paytirib borsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim bu instrumentlarni 20 yildan beri ishlatib kelaman. Lekin agarda sizga faqatgina tez boyib qolish usullari qiziq bo'lsa, unda bu video siz uchun emas. Bu video faqatgina real natijaga chiqish xohlagan insonlar uchun. Men Tamila Kurbanova 20 yillik xorijiy tajribaga ega xalqaro toifadagi moliya va investitsiya bo'yicha mutaxassisman. Dunyodagi eng nufuzli va moliya bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Wharton School bitiruvchisiman. Wharton School'ni siz biladigan insonlardan Elon Musk, Warren Buffett va Donald Trump kabi insonlar bitirgan. Tushunishingiz uchun Donald Trumpning qizi Ivanka Trump bilan bitta vaqtda o'qiganman, ya'ni u meni однокурсницам bo'lgan. O'zi AQShga 2000-yilda 16 yoshimda $108 bilan ketganman va 25 yoshimda o'zimni $1 million erishganman. Wharton School'ni bitirganimdan keyin Wall Streetda dunyoning eng yirik va eng nufuzli inson banklaridan bir nechtasida, jumladan Morgan Stanley va UBSda ishlaganman. 10 ta aksiya faoliyatini olib borganman va dunyoning eng katta va eng yirik fondlariga, investitsion fondlariga qaysi aksiyalarni sotib olish haqida maslahatlar berganman. Jami bo'lib 10 yil Amerikada, keyin esa Dubayda faoliyat ko'rsatganman. Dubay xalqaro moliya markazida Julius Baer va UBS kabi shvetsar banklarida faoliyat ko'rsatganman va aynan Julius Baerda juda katta kapitalga ega bo'lgan millionerlarga pulini boshqarishda yordam berganman. Hozirda O'zbekistonda Fintellect moliya akademiyasiga asos solganman va xalqimizning moliyaviy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha ish olib boryapman. Asosiy mavzuga o'tishimizdan oldin sizga bitta qiziq voqea aytib bermoqchiman. Bir kuni yonimga o'quvchim keldi va qanaqa qilib qatga pul tikkanini va qanaqa qilib u pulini yo'qotgani haqida gapirib berdi. Afsuski bunaqa voqealarni juda ham ko'p eshitganman va odatda nima bo'ladi? O'zbekistonda Xudoga shukr, ko'pchilik odam bor va ular pul topishni bilishadi. Pul topishni o'rgangandan keyin, pul kelib turadigan joy bo'lgandan keyin har bir inson albatta nima qilishni xohlaydi? O'zi uchun passiv daromad manbasini yaratishni xohlaydi. Ya'ni u daromad manbadan boshqa yana daromad manbasini yaratishni xohlaydi va boshqa joylarga investitsiya qilishga harakat qiladi. Endi xalqimizda eng ko'p rivojlangan investitsiya instrumentlari bu nima? Odatda bu bankda depozit, bu narsani hamma biladi, lekin ko'pchilikka bu ularning qadriyatlariga to'g'ri kelmaydi. Va ikkinchi eng katta instrument yoki eng muhim instrument deylik, bu ko'chmas mulk. Odamlar ko'pincha kotlovanga uy olib qo'yadi yoki borib shunchaki uy olib qo'yadi. Ko'chmas mulk bu yomon narsa emas, lekin ko'chmas mulkka ikkita salbiy tarafi bor. Ko'chmas mulk sotib olish uchun albatta sizda anchagina katta kapital bo'lishi kerak va hammada ham bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Ikkinchi salbiy tarafi bu ko'chmas mulkdagi pul muzlab qoladi. Ya'ni ko'chmas mulkka likvidligi past bo'lgani uchun agar sizga darrov pul kerak bo'lib qolsa, siz uni ko'chmas mulkdan chiqarib ola olmaysiz. Faqatgina anchagina katta nima deydi, yo'qotish bilan, zarar bilan sotsangiz, u pulni siz tezda chiqarib ola olasiz. Bundan tashqari yana odamlar nima qiladi? O'zini o'rtog'iga pul beradi, o'rtog'ini biznesiga tikadi. Va bu narsa aslida eng xavfli, chunki o'rtog'ini biznesga pul tikkanda bu pul bu odamning puli emas, ya'ni kimgadir ham berib qo'ydi. Va odatda nima bo'ladi? Shu o'rtog'i nima deydi, 1 oy, 2 oy, 3 oy biznesdan qanaqadir foyda olib kelib beradi. Lekin undan keyin nima bo'ladi? Keyin biznesdan foyda kelmaydi, pullar o'zi ham qaytmaydi. Bu narsani juda ham ko'p eshitganman. Va oxiri oqibat inson o'zini pulini yo'qotadi. Endi buni hammasi albatta bilimsizlikdan. Butun dunyoda boshqa juda ham sinalgan va riski pastroq instrumentlar bor. Xuddi shu sherikchilikni o'zi, lekin boshqacha formada, riski kamroq formada va siz riskni boshqara oladigan formada shunaqa instrumentlar bor va hozir shu instrumentlar haqida sizga gapirib beraman.
instrumentlarga batafsil kirishdan oldin risk tushunchasi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Menimcha bu juda ham muhim narsa, chunki O'zbekistonda juda ham ko'pchilikni risk nimaligi haqida tushunchasi noto'g'ri yoki umuman yo'q. Hamma o'ylaydiki, investitsiya qilsa bo'ladi, umuman risk olmasdan. Lekin bunaqa hech qachon bo'lmaydi. Agar siz investitsiya qilyapsizmi, albatta u yerda risk bo'ladi. Agar sizga kimdir daromadlilik bor desa, albatta unga yarasha o'zini riski bor. Aslida moliyani eng birinchi qonunlaridan va eng muhim qonunlardan biri bu risk rewardning bog'liqligi, ya'ni risk bilan daromadlilikning bog'liqligi va ular to'g'ridan-to'g'ri doim birgalikda yuradi. Agar daromadlilik bo'lsa, demak shunga o'sha daromadlilikka yarasha o'zini riski bor. Ko'pincha mana eshitaman, odamlar o'rtog'ini biznesiga, tovarga masalan pul tikadi va uni o'rtog'i nima deydi? Umuman hech qanaqa risk yo'q deydi. Tovar olib qo'ysak bo'ldi, sotiladi, keyin pul chiqadi, ko'proq pul olamiz deb aytadi. Lekin tovar bilan bog'liq juda ham ko'p riskda bo'lishi mumkin. Birinchidan, u tovar kelmay qolishi mumkin yoki bo'lmasam u tovar kelsa ham sotilmay qolishi mumkin yoki u tovar keldi, lekin unga nimadir bo'lib qolishi mumkin, yomon bo'lib qolishi mumkin yoki o'g'irlanib qolishi mumkin va hokazo. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, riskni baholash juda ham muhim. Va butun dunyoda sinalgan instrumentlar bor va har bir instrumentda o'ziga yarasha riski ham bor. Va investitsiya qilayotgandan oldin har bir inson aynan o'zini risk appetitini o'lchab, to'g'ri investitsiya qilishi kerak. O'shanda bu investitsiya aynan o'sha insonga to'g'ri keladigan investitsiya bo'ladi. Endi investitsiya instrumentlari haqida batafsil gaplashamiz. Birinchisi, bu men juda yaxshi ko'rgan aksiyalar va ular moliyada eng riski baland instrumentlardan biri hisoblanadi. Lekin aytib qo'yishim kerak, bu hozirgi O'zbekiston sharoitida qilingan investitsiyalarga qaraganda ularning riski ancha pastroq. O'zi aksiyalar nima? Aksiya bu kompaniyani qanaqadir kichkina bir ulushini sotib olish degani. Ya'ni siz bitta aksiya sotib olsangiz, o'zingiz bilgan kompaniyalar bo'lishi mumkin. Masalan, Tesla bo'lsin yoki Apple bo'lsin, hamma bu kompaniyalarni juda yaxshi biladi. Agar ularni bitta aksiyasini sotib olsangiz, shu kompaniyani qanaqadir juda ham kichkina 0.00001% sotib olasiz. Lekin bu sizga nima beradi? Egalik huquqini beradi. Ega bo'lganingizdan keyin siz albatta kompaniya yaxshi daromad ishlasa, undan daromad olasiz. Lekin agar kompaniyani muammolari bo'lsa va pul yo'qotsa, albatta siz ham ega sifatida aksiyalardan pul yo'qotasiz. Ikkinchi instrument bu REIT instrumenti. Ya'ni Real Estate Investment Trust. Bu ko'chmas mulk fondlariga investitsiya. Ya'ni bu juda ham zo'r instrument, chunki boya aytib o'tganimda, ko'chmas mulk haqida gaplashganimizda aytdimki, ko'chmas mulkning ikkita salbiy tarafi bor. Birinchidan, ko'chmas mulk sotib olishingiz uchun sizda juda ham katta kapital kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu ko'chmas mulk sotib olganingizda sizni pulingiz muzlab qoladi. Endi Real Estate Investment Trustga investitsiya qilganingizda aslida uni hattoki $1 dan ham boshlab sotib olsangiz bo'ladi. Ikkinchidan, u juda ham likvid, chunki u aksiyaga o'xshab birjada sotiladi. Ya'ni xohlagan paytingiz uni sotib olishingiz mumkin, xohlagan paytingiz uni sotib olishingiz mumkin. Ya'ni ko'chmas mulkka ikkita eng katta muammosini bartaraf qilib beradigan instrument. Shu bilan birga siz ko'chmas mulkka investitsiya qilyapsiz. Chunki siz va juda ham ko'p boshqa investorlar birgalikda kichkina summali investitsiya qilib fondga pul qo'shishadi va bu fondni boshqaradigan haqiqiy ko'chmas mulk ekspertlari juda ko'p har xil ko'chmas mulklar sotib olishadi. Bittagina kvartira emas yoki bitta dom emas, balki juda ham katta ko'chmas mulk portfelini yaratishadi. Bu ko'chmas mulkka ular ekspert bo'lgandan keyin, mutaxassis bo'lgandan keyin juda yaxshi sifatli ko'chmas mulk sotib olishadi. To'g'ri joydan, yaxshi joydan va nafaqatgina жилой, balki kommersiy ko'chmas mulk bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam gospital ko'chmas mulklari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam gostinitsa, otellar bo'lishi mumkin va hokazo. Turli xil bo'lishi mumkin bunaqa instrumentlar. Har xil ko'chmas mulklar sotib olishadi, ularni o'zligi boshqarishadi, o'zligi uni ijaraga berishadi, ijarani o'zligi yig'ib olishadi va qonun bo'yicha o'sha yig'ib olishgan arendasini, ya'ni ijarani hamma xarajatlardan keyin 90%ni o'zini aksionerlariga, o'sha REITda sotib olgan egalariga ular 90%ni chiqarib berishadi dividend qilib. Ya'ni siz ko'chmas mulkka investitsiya qildingiz, lekin risk pasaydi, chunki siz bittagina ko'chmas mulkka emas, balki ko'p har xil ko'chmas mulk portfeliga investitsiya qildingiz. Undan tashqari siz o'rningizga hamma narsani shu mutaxassislar qilib berishdi va sizga o'sha siz xohlagan passiv daromadingizni dividend qilib chiqarib berishdi. O'shaning uchun ham bu juda ham zo'r va juda ham yaxshi ko'chmas mulkka
taalluqli investitsiya instrumentidir. Uchinchi instrument bu oltin. Oltinni hamma eshitgan, oltinni hamma juda yaxshi biladi deb o'ylaydi, lekin har doim emas, chunki ko'pincha odamlar oltin haqida gapirilsa, taqinchoqlarni nazarda tutishadi. Lekin men hozir taqinchoqlar haqida gapirmayapman, chunki taqinchoqlar bu investitsiya emas. Taqinchoqlarni siz qachondir ham sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta uni zararga sotasiz, chunki undan brendini olib tashlaydi, ishini olib tashlaydi, zargar ishini, undan tashqari toshini olib tashlaydi va faqatgina lom narxida oladi. Oltinga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, unda biz oltin quymasi, oltin tangalari yoki oltin fondlar haqida gapiryapmiz. Va o'zi umuman olganda oltinga nima uchun investitsiya qilinadi? Oltinga riski past instrument deb investitsiya qilinadi, chunki uni odatda narxi stabil bo'ladi va aslida bir xil paytlarda oltinning narxi ko'tariladi ham. Va qachon bu narsa bo'ladi? Qachonki dunyoda juda ham ko'p noaniqliklar bo'lsa. Chunki oltin bu xavfsiz boshpana instrument hisoblanadi. Qanaqa noaniqliklar bo'lishi mumkin? Masalan, inflyatsiya yuqori bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam, masalan, siyosiy muammolar bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p urushlar bo'lishi mumkin dunyoda yoki bo'lmasam, tariflar kabi katta muammolar bo'lishi mumkin va shu paytda aynan juda ham ko'p noaniqlik bo'lgan paytda boshqa instrumentlar, aksiya, obligatsiya va boshqalar o'ynayotgan paytda odamlar nima qilishni bilmagani uchun aynan oltinga investitsiya qilishadi va shunda oltinning narxi ko'tariladi. Shunga portfelni diversifikatsiya qilish uchun va stabil ushlab turish uchun qanaqadir qismini albatta oltinga investitsiya qilganingiz afzal. Endi investitsion portfel haqida gapirar ekanmiz, albatta bu narsani tushuntirib ketishim kerak. Hammani investitsion portfeli o'ziga yarasha unikal bo'ladi. Nima uchun? Chunki hammamiz har xil insonmiz. Hammamizning vaziyatimiz har xil, maqsadimiz har xil, undan tashqari qadriyatlarimiz har xil va aynan riskka appetitimiz, ya'ni qancha risk ko'tara olishimiz har xil. Shuni hisobiga hammaning investitsion portfeli ham har xil ko'rinishda bo'ladi. Buni riskka o'lchagandan keyin siz bila olasiz investitsion portfelingizda aynan qancha qismi naqd pulda yoki qancha qismi aksiyalarda yoki qancha qismi obligatsiyalarda. Agar obligatsiya va naqd pul sizning qadriyatlaringizga to'g'ri kelmasa, unda qancha qismi sukukda bo'lishini va qancha qismi alternativ investitsiyada bo'lishini bilib olasiz. Alternativ investitsiyalarga biz boya aytib o'tgan REITlar, ya'ni Real Estate Investment Trust, oltin, kriptovalyuta va forex va juda ham ko'p boshqa har xil instrumentlar kiradi. Endi agar bu mavzuga chuqurroq kirishmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun gramotniy, to'g'ri tuzilgan investitsion portfel yaratmoqchi bo'lsangiz, ya'ni qancha qismi qaysi instrumentda bo'lishini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu instrumentlarni o'zi qayerdan sotib olish mumkinligini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu instrumentlarni to'g'ri instrumentlarni tanlash uchun ularni analiz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sizni o'zimni investitsiya bo'yicha bo'lgan kursimni keyingi potokga taklif qilaman. Bu potokka yozilishingiz uchun quyida havola qoldiraman. Bu havoladan o'tib siz o'z ma'lumotlaringizni to'ldirishingiz mumkin va menejerlarim sizga aloqaga chiqishadi. Kurs haqida batafsil ma'lumot berishadi va o'zingiz bu kurs sizga to'g'ri kelish yoki kelmasligini xulosa qilib olsangiz bo'ladi.